Mendan ko'pchilik savol bilan murojaat qilishadiki, meni 20 ming pulim bor, qanaqa mashina olsam bo'ladi? Elektromobil olsam bo'ladimi, gibrid olsam bo'ladimi, benzin olaymi, crossovermi, sedanmi? Lekin hozir men sizlarga 2025-2026-yilda ishlab chiqarilgan mana bu GAC Aion S Plus versiyasini ko'rsataman. Chunki bu avtomobil 100% elektromobil, narxi esa 21 ming dollar. So'mda hozirgi o'rtacha narxi 252 million so'm. Ko'ringlarchi, avtomobil elektromotori bitta 505 km zapas xod beradi batareykasiga va bu avtomobil yangi. Bundan tashqari juda ko'p bonuslari va skidkalari yana bo'lishi mumkin. Xudo xohlasa, nasib inshaalloh. China Motors'daman. China Motors'da avtomobil bundan avval sizlarga Jack G7 avtomobili 1.5 turbo variator korobkalik avtomobilni ko'rsatgan edim. Endi sizlarga GAC Aion S Plus ni ko'rsatay. O'zi GAC Aionda 3 xili bo'lar ekan. Bu o'shanda ikkinchi pozitsiyasi, ya'ni bu GAC Aion S Plus o'zi. Bundan keyin S Plus Max bo'lar ekan, GAC Aion S bo'lar ekan. 3 xili bo'lar ekan. Endi bu avtomobilimiz bitta elektromotor, to'liq batareyka elektromobil 100% batareya bilan yuradi va bu avtomashinamizni nima desak bo'ladi? Taksiga, shaharda ichiga, oilaviy ota-onalarga ko'p yurmaydigan, misol uchun shaharda ichida misol 1 kun, 2 kun, 3 kunga yoki bir hafta 10 kunda bir zaryad qiladigan insonlarga juda ham yetib ortadigan avtomobil deb o'ylayman. Sababi bu avtomobilni hozir sizlarga to'liq ko'rsataman. Avtomobil juda ham nima desa bo'ladi? Kompaktni desak ham bo'ladi, keng desak ham bo'ladi. Mashina ozgina haligi o'zini o'zi o'ylaydiganlar uchun desak ham bo'laveradi. Avtomobilimizning to'liq ko'rinishi shunday, juda ham bir chiroyli mana bunaqangi yo'llari bor. Ruchkalarimiz prostoy, mana shu prostoy ruchkalarga 5 6, 7, 8 ochko bersak ham bo'ladi. Endi qimillaydiganlarni ko'ryapmiz ahvolni. Qishki kunlarda, boshqa sharoitlarda, boshqa joylarda. Diskamiz avtomobilda bunda ham 17 lik diska o'rnatilgan, 215 ga 55 profilda, qalinligi 55 profilda va avtomobilimizni oldi tortadi. Oldi hadovoy qismimiz o'sha McPherson, orqa hadovoy qismimiz esa zavisimiy balka, ya'ni prostoy, oddiy, lekin shu bilan birga yumshoq va avtomobilni tez drive qilib ko'rish imkoniyatlar bor. O'zingizlar javob bersanglar bo'ladi avtomobilda. Avtomobilda bakoyni o'ylab kelayotgandim. Pavrotniklari bilan birga, dvorniklarimiz, mashinamiz 505 km yuradigan toza yangi avtomobil va lidar funksiyasimiz ham bor, ya'ni adaptivniy cruise control. Bu yerdan zaryad qilamiz, albatta tez va sekin. Bunisi kichkina zaryadnik sekin uyda o'zimizda, bunisi esa ko'chada tez zaryadnikda darrovda zaryad qilsangiz bo'ladi. Zaryad narxlari elektrda 1 kilovati hozir 2200 so'm, 2300 so'm, 2000 so'm, ba'zi bir joylar skidkalari bilan 1000 so'm, 1500 so'm, 1200 so'm. Avtomobilimiz material bilan koja aralash sizeniyamiz bor. Avtomobilda Isofix bor va mana bunaqangi akkuratniy, приятный ishlangan. Buni o'rtasi ochilmas ekan. Lekin avtomobilimizni bir qismi o'sha bir 60 ga 40 bo'lingan va sidrani yotqizsak orqasi kenggina bo'lib qoladi. Va mashinamizda bu yerda USB, orqasi keng, bu yerda telefon uchun joy. Mana bunday qilib chiqib ko'radigan, ko'rsatadigan bo'lsam, tizzamdan keyin anchagina bor. Mana shuncha bor ekan. Bitta like bosib qo'yasizlar, xudo xohlasa. Endi kolonka, eshiklarimiz, bu eshigimiz qo'limiz turadigan joylari koja ekan. Chiroyli mana bunaqangi chuqur nimalari bilan, yo'laklari bilan birga bu yerga bemalol 1.5 litr, 2 litr baklashga kirib ketadi avtomobilimiz va yaxshi. Keng, ancha keng, yaxshi. Menga yoqdi. Tepamiz lyuk, svetilnik va o'sha qo'limizni ushlashimiz uchun imkoniyati bor joy, sharoiti bor joy. Keyingisi avtomobilda oldi qismi qanaqa? Oldi sizenamiz mexanический regrovka bo'lyapti. Mana bu ham material aralash koja, undan katta, ancha keng. Oynaklarimizni bloklab qo'yishimiz, sentr zamogimiz, bokovoylarimiz elektricheskiy, tepamiz chiroyli mana bunaqangi dekorativ plastik, prostoy plastik, qattiqroq, lekin qo'limiz qo'yib ketadigan joyimiz koja. Ancha chiroyli koja. Bunda ham xuddi shunaqa uklonasiga o'sha 1.5 metr baklashganimiz muammosiz kirib ketaveradi eshigimizga. Kolonkamiz bor. Mana meni o'zimda o'sha normada o'tiribman. Oyog'im tekkanida yurib ketdi. Kalitni avtomashinani o'ziga qo'yib qo'ygan edim. Endi bu kalitni men sizga bunday qilib ko'rsatib qo'ya qolay.
ko'ryapsizlar, qulflash, ochish, mashinani qizdirish va zaryad va avtomashinaning orqasini ochish funksiyalari bilan ikkita bir xil kalit. Ikkalasi ham o'sha sezadigan datchiklik maxsus yaxshi kalitlar. Bu yerga tikkasiga telefon qo'ysa ham bo'ladi, bu yerga yotqizib telefon qo'ysangiz ham bo'ladi, bu yerga esa podstakanniklar. Stakan qo'ysangiz bo'ladi, bu yoqqa pul qo'ysangiz bo'ladi. Nasib inshaalloh, Xudo xohlasa. Bu yerimiz yumshoq, bu yerimiz qattiq, bu yerimiz qattiq, bu yerimiz yumshoq. Dekoratsiyalardan. Bu yerdan orqani ochsa bo'ladi va faralari ko'tarib tushirsa bo'ladi. Rulga yetib keldik. Rulimiz ko'tarilib tushiriladigan, ichkariga kirmas ekan. Faqatgina ko'tarilib tushiriladi mexanicheski. Tablodan ko'rishimiz mumkin, mashinamiz 38 km odo, ya'ni polnisti. Bu yog'imizda o'sha skorostimiz, zaryad berishi, bu yoqda расход qilishi. Bu yerda esa o'sha tezligimiz. Barcha hamma passajirlarimiz kim o'tirsa, sizenada datchik bor mashinani, remen taqilgan, taqilmaganini aytib turadi. Audio sistemamiz mana bunaqangi 12.5 dyumlik, mana bunaqangi nima deydi, pribor panel bilan qo'shilib ketgan versiyasi. Buni katta audio sistema, alohida audio sistemaligi ham bor. Xudo xohlasa, ekranda ko'rsatib qo'yapman. Keyin, qani, bismillah. Mana ko'ryapsizlarmi, ko'chirmaslikning oqibati. Bunday qilsangiz, mana bu yerda yangi mana bunaqangi audio sistemani boshqarish funksiyalari chiqadi. Bu yoqda esa cruise control. Ya'ni avtomobil yurib ketayotganda o'sha tezligini sekinlatib, tezlatib yursangiz bo'ladi. Plasmas ekan, koja emas, lekin yaxshi bo'ladi. Chidasa bo'ladi. Bu yerda yana bitta joyimiz bor, otsek pastda. Bu yerda zaryadnik uchun joy, kabel uchun va mana bu tarafdan ko'rsatadigan bo'lsam, bu yerda перекрутитель deymiz-ku. Mana ko'ryaptimi? Перекрутителimiz ham bor. Ichida перекрутитель yo'q. Unga antradar yoki birorta narsa qo'ysangiz bo'ladi. O'zida adashmasam hozircha biror narsa ko'rinmayapti. Zadniy vid kamera ham bo'lishi kerak mashinada agar men bunday qiladigan bo'lsam. Mana. Zadniy vid kamera bor, selektorimiz qo'limizda. Bu yoqda knopkada emas, bu yoqda esa o'sha avtomatik dvorniklar bilan поворотникlar va svet chirog'imizda yoqib o'chirish funksiyalari hammasi shu yerda. Keyin mana sensorlarimiz ham bor. Necha santimetr yaqinlashib uzoqlashayotganini ko'radi. Pastga tortadigan bo'lsam drive va bu avtomashinani ustini bosadigan bo'lsam, mana bu ustini bosadigan bo'lsam, parkingga tushadi. Keyin yana bitta funksiyani aytib qo'yay. Mana eshigimiz ochiq. Mana keling, mana sekin salondamiz va oyog'im sizlarga bilinishi uchun. Hozir mashina parkovkada turibdi. Buni pastga tortdim, drive-ga o'tdi. Endi sekin oyog'imni tormizdan sekin oladigan bo'lsam, hoppa, drive-da oldiga yurmadi, zadniga urdim. Zadniga ham yurmadi. Endi qarab turinglar. Sababi mashinamizning eshigi ochiq. Eshikni ko'taraman, oyog'ida tormizdan olganman. Mashina reversda orqaga yurishga turibdi. Eshikni yopaman. Hoppa. Yopdim-a? Qaranglar. Endi shundoq tormizni bosib, buni drive-da bostirib qo'yib oladigan bo'lsam, mashina qani? Ana gazni bosyapman. Remen taqmasang yurmayman deyapti. Qarab turing. Revers. Remen taqmasang yurmayman deyapti. Mana bunaqa mashinani olish kerak. Mana bu mashina 5 yil passajirni ham o'tirganda remen taqishga majburlaydi va yuradi. Va aynan mana shu texnologiya, aynan mana shu qoida, rejim, tartib insonlar hayotini saqlab qoladi deb o'ylayman. Shaxsan men o'zimdan kelib chiqib, boshqalardan emas, o'zimdan kelib chiqib. Hoppa. Endi qarab turinglar. Hozir zo'r bir narsa bo'ladi. Hozir qarab turinglar. Hop. Ochildi. Mana ochdim. Remen taqildi. Qarab turinglar. Mana tablo reversda turibdi. Drive-ga oldim. Mashinani sekin tormozini qo'yib yuboradigan bo'lsam, mashinani o'zi yuradi. To'xtadim. Reversga oldim. Mana qo'yib yuborsam, mashinani o'zi yuradi. Ko'ryapsizlarmi? Mana tormozni bosib to'xtadim. Drive-ga urdim, qo'yib yubordim. Ya'ni bu avtomobilimiz elektromobil bo'lgan. Elektromobilda signalda yuradi, ovozda yuradi. Keyin nima qiladi? Ichki yonuv dvigateli avtomobillarda drive-ga yoki reversga ursalaring, u xalas tormozni qo'yib yuborgan paytinglarda xalasda xuddi yuradi.
Bu elektromobil ham xolastoy xodda yurish funksiyasini qo'shishgan. Xuddi ichki yonuv dvigateli, ya'ni o'sha o'zimiz обычный motorlik mashinalarda funksiyasini qo'shib qo'yishgan. Malatsi. Juda ko'p narsasini ko'rsatdim. Oxirgi funksiya, eng oxirgisi. Mashina yurib turibdi. Eshikni ochdim xolos, tormozni bosib turibman. Qo'yib yubordim mana. Parkingni bosganman. Men hozir sidenadan shundoq tushsam, mashina o'chadi. Qarab turinglar. Hoppa. Ana. Men nimani bosdim, men bir ish qildim. Sidenada shunchalik datchik borki, avtomashin haydovchisi avtomashinadan tushdi deb turib, mashina o'zi o'chadi. Men eshikni ochib o'tirsam, mashina yonadi. Xuddi shunaqa mashina juda ham aqlli mashina. Bu mashinada taksi qilib, Toshkent shahrida tirikchilik qilib foydalanib yurgan insonlar bor. Avtokreditga chiqarib, mashinani o'zidan mashinani kreditini yopib yuborayotganlar ham bor, kam emas va bu avtomobilimiz Xudo xohlasa GAC Ion S+ bo'lyapti. Aloqaga chiqsanglar 0 da probekda bu mashinani olsanglar bo'ladi. Menimcha juda ko'p funksiyalarni aytdim. Ochildi. Hoppa. Va bu mashinani sotib olishga, ko'rgani kelishga уже menimcha ko'pchilik tayyor. 3 kilovatlik zaryadnik o'zi bilan birga, podnomer poliklar o'sha zavoddan tashlangan va juda ham keng orqa salonimiz. Buni tagida esa nimalar bor degan savolga qo'shimcha joy bor xolos va qo'shimcha bir ikkita narsalar bor. Bu orqa kapotda men shu orqa kapotni yopgani narsa topa olmadim. Bu yoqda esa VIN kodimiz. Aytgancha bu mashinadan soni sanog'i cheki yo'q. Aloqaga chiqsanglar, gaplashsanglar, mashinani borib tanlab skladdan o'zingizlarga xohlagan ma'qul kelgan variantini va o'sha VIN kodni yozib sizlarning nomingizlarga chiqarib berishadi. Ya'ni China Motorsdagi akalarimiz, xudo xohlasa. Bu nima edi? Bu far edi. Tak, bunday qilsak margat qilish kerak. Hozircha yo'q. Yurmayapti. Men svetini yoqmoqchi edim. Mashinani svetini yoqmoqchi edim. Sizlarga mashinani avarikasini ko'rsatgani mana avarika. Bu bunday qilsak mashina yuryapti. Mana sveti yongan. Mana margat yurgan mahalda qilyapti. Yoqib qo'ydim. Bu dvornik emas. Mana dvornik ustiga burilayotganda va buni ustidagi suv sepish ekan. Endi qarab turinglar. Mashinadan o'chib qolyapti-da. O'chib qolyapti, lekin avarika yoniq. Mana. Mana bunaqangi dizaynni ko'rsatmoqchi edim sizlarga. Ma'qulmi? Menga ma'qul. Yaxshi. $21,000 avtomobil. Yangi elektromobil. Yo'mkislari hali ishlamagan ham bo'ladi. O'zingizlar zaryad qilib uylarda agar solnechniy panel bo'lsa tekinga yurasizlar, xudo xohlasa. Yo'q, agar uyda davlatdan o'rnatib, davlatdan elektrni zaryad qilib yuradigan bo'lsalar, bunga alohida bitta nima o'rnatib olasizlar? Nima deydi? Счетчик, hisoblagich o'rnatib olasizlar. Shu bilan avtomashina tayyor sizlarga arzon skidka narxda bemalol mashinani boshqarib yursanglar bo'ladi. Menga ma'qul. $21,000 ga 0 avtomobil, elektromobil deganlarga marhamat, kelinglar, ko'ringlar, sotib olinglar. Va boshqa avtomashinalar bo'lsa, trading xizmati, manzil yoki boshqa savollar, mashinaning tez drayvi, bularni hammasiga ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Ismim Muhammadjon. Sizlarga GAC Ion S+ ko'rsatdim va JAC G7 avtomobilini ko'rsatdim. Qaysi biri ma'qul kelgan bo'lsa, o'shalarni sotib olishingiz mumkin. Like bosib qo'yasizlar, ko'rishamiz.